Salom, mening ismim Bekjon va men Fasxiya asoschisiman. Bugun O'zbekistonda 35 mingdan ortiq talaba va har yili Umraga ketayotgan 200 mingga yaqin ziyoratchilarimiz arab tilida hech bo'lmasa boshlang'ich muloqotni istashadi. Ammo ularning eng katta og'rig'i shaxsiy repetitorlar qimmat, odatiy guruhlarda esa amaliyot yetishmaydi. Buning oqibatida esa hattoki oylab davomida o'qilgan til amaliyotsiz qolib ketadi. Aynan mana shu muammoni yechish uchun men Fasxiya platformasini qurdim. Bu shunchaki sinab ko'rish uchun vosita emas, balki unda haqiqiy arab tilidagi 4 ta qobiliyatni sinash uchun kerakli testlar va hattoki sefr tizimiga mos bo'lgan mock testlar ham bor. Va eng muhimi, bu platforma AI ustoz yordamida foydalanuvchini gapirishga majbur qiladi. Fasxiya shunchaki lokal ilova emas, balki u istalgan tilda to'g'ridan-to'g'ri arab tilini o'rganishga yordam beradigan ilovadir. Bu birinchi o'rinda mening eng katta maqsadim O'zbekistonda har yili 30% ga o'sayotgan ichki bozorni egallash. So'ngra dunyoda arab tilini o'rganishga qiziqish bildirayotgan 100 millionlab odamlarni ichiga kirib borish va bu menga xalqaro darajadagi chiqishga yordam beradi.